Assalomu alaykum hammaga. Armiya tuzumizlar, charchamayapsizlarmi? Savdolar yaxshi bo'lyaptimi? Xo'sh, yana ozgina pauzadan keyin qaytdim. Xudo xolisa bugun sizlar bilan ICT mentorship epizod 7. Ya'ni o'sha o'tgan darsda o'tganimiz, ya'ni order block mavzusining davomi. Order blockka bratishkasi desa ham bo'ladi. Ya'ni breaker block to'g'risida gaplashamiz bugun sizlar bilan. Darsni boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Ko'p joyda e'lon qilindi, ko'rgan bo'lsanglar kerak. Yana bir marta aytib o'tib ketaman, chunki baribir chetdan ham bizga obuna bo'lmagan odamlar bu rolikni ko'rib qolishi mumkin. Cobrain YouTube kanalidamiz sizlar bilan bundan oldingi platformada, ya'ni уже o'tda Telegram kanalida ham, YouTube'da ham biz uni boshqarmaymiz, o'tda biz hech qanaqa kontent yuklamaymiz, hammasi Cobrainda bo'ladi. Ya'ni Cobrainda Telegramiga va YouTube'ga obuna bo'lib qo'yinglar va bilganlar biladi. Yana bir marta aytib ketmoqchiman. Izzetlar ham Cobrain Prime ham boshlab yubordilar, ya'ni yopiq soobщество, community bo'lyapti va uni plyusi minusi nima bo'ladi, nima qo'yadi, u hammasi Cobrain Telegramiga kirsanglar, o'sha yerda videoni pin qilib qo'yganlar. 3,5 minutlik video. O'sha videoda hamma savollarga javob topasizlar. Eng zo'r joylardan bittasi o'sha podpiskani evaziga, ya'ni o'sha $20 evaziga siz $100,000 propshotni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Faqat $20 to'lab turib boshqarishda emas gap. Chista siz uni $20 evaziga faqat profilmi, o'tda jonli savdo, haftalik backtesting, kunlik analizi, fundamental taraflama, faqat izletilayotgan videosi qachon chiqadi emas, sekin уже samoстоятельно o'zingizlar ham fundamental tomonlama ham, fundamental analizni skilllarni deymiz, ya'ni texnikalarni o'rganib, o'zingizlar ham bemalol shu fundamental tomonlama ham bozorga nazariylarni o'zgartirib rivojlantirsanglar bo'ladi. Xo'sh, bo'lmasa sizlar bilan sekin boshlaymiz. ICT mentorship epizod 7. Breaker block bo'yicha armiya bugun настроение zo'r, ovoz ham yaxshi degan umiddaman. Raza harakat qildim ovoz to'g'irlashga. Oxiri mana endi keldik. Ovoz bilan problem bo'ladi deb o'ylamayman endi. Xudo xolasa bugun bitta yengil mavzu qilamiz sizlar bilan. Ya'ni boya aytganimdek breaker block, ya'ni o'sha OB'ni bratishkasi. Xo'sh, bugungi mavzuda breaker block o'zi nima, uni qachon, qayerda, qanaqa qilib ishlatishimiz, shu to'g'risida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Xo'sh, breaker block, ya'ni o'sha BB buy uchun masalan OB chizdiga, o'sha OB buy uchun ishlatmoqchisiz. Lekin kelyapti-da, buyga umuman narxdan qaytarib yubora olmayapti. Ya'ni narx o'sha u buy uchun chizilgan OB dan hech qanaqa reaksiya olmayapti va u order blokni pastki impuls bilan buzib o'tib ketyapti. Va o'sha paytda order blok ishlamadi deb u OB dan, ya'ni OBni chetga surib qo'yish kerak emas. U order blok sizga buy uchun ishlamadimi, lekin sell uchun ishlab berishi mumkin. Endi hozir srazu oramizda endi baribir tajribali treyderlar ko'p. Ularning xayoliga hozir SNRdagi support and resistance dagi break and retest ekanda deyishingiz mumkin. Yo'q, lekin bu yerda uni bilan ancha katta farqi bor. Ya'ni biz o'zidan o'zi liboy bitta OBni tanlamaymiz. Albatta breaker blokni ajratib olish u qanaqa bo'ladi o'zi, u haqida bugun mana gaplashamiz. Ya'ni tushundinglar, sell uchun ishlamoqchi edinglar, ma'lum bir OBdan u buzildi. Endi uni buydan foydalansa bo'ladi. O'sha SNRdagi break and retestga o'xshab ketadi, lekin uni o'ziga yarasha bitta qonun qoidalari bor. O'shani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'sh, breaker block bozorda afsuski har kuni uchramaydi. Ya'ni breaker block deganda siz aytishingiz mumkin, OB har kuni bor-u, demak u buzilgandan keyin breakerga aylanib qoladi deyishingiz mumkin, lekin yo'q. Biz breaker blockni unaqa har bitta order blokni buzilishdan ishlab olmaymiz. Breaker blokni men sizlarga model sifatida ishlatishni o'rgataman. Ya'ni bir dona OBda to'g'ri bitta swechani o'zi bilan o'sha zahot qilsa bo'ladi. Lekin breaker blokda o'sha OB buzildimi, demak teskari tarafga ishlatar ekanmiz deb srazu ishlashga shoshilmaylar, chunki breaker blokdan ishlash o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Hozir hammasini bitta sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Shoshmaymiz o'rtoqlar. Xo'sh, mana
breakerni afsuski OB ga o'xshab ishlata olmaymiz boyaga aytganimdek, chunki breakerdan kirish uchun modellar shakllanishini kutishimiz kerak bozorda baribir. Ya'ni mana xuddi mana bu yerda ko'rib turganinglardek, bu yerda целый model va shu model bo'yicha sizlarga tushuntirishni boshlayman. Mana bu yerda bizda buy side liquidity bor. To'g'rimi? Buy side liquidity ga narx impuls bilan chiqib kelyapti va likvidnessni yechyapti. Va именно shu nuqtada albatta order blokimiz mavjud. Ya'ni order blok chiqishdan oldingi tushishimiz esingizda bor. Именно mana shu order blok, ya'ni mana shu harakatga sodda tilda aytganda sponsorlik qilyapti. Ya'ni mana shu order blok shu harakatga sababchi bo'lyapti. Va shu harakat nima qilyapti? PDX ni olayotgan bo'lishi mumkin yoki o'tgan haftaning high nuqtasini olayotgan bo'lishi mumkin yoki-da shu buy side. Ya'ni likvidnessni yechgan. Va agar mana shu nuqtadan keyin narx bu order blokka umuman reaksiya bermasdan, ya'ni bu order blokni ko'rmasdan turib pastga razvorot qiladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan bu order blokimiz o'zi bu buy uchun ishlash kerak, to'g'rimi? Ya'ni bu yerda narx tepaga impuls bilan chiqyapti va impuls bilan chiqqandan keyin, ya'ni yashil svechali, undan oldin qizil svechali, ya'ni shu qizil svechani olamiz, qaytib kelganda dalshi buyga ishlashimiz uchun. Lekin bu holatda ko'rib turganingizdek, narx OB ni pastga o'tib ketyapti. Ya'ni yo'lida OB borligini his qilmayapti. Ya'ni mana shunaqa holatda sizlar order blokni olib turib, uni breaker sifatida buzilgandan keyin, test qilgandan keyin sellga ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni breaker blokni eng главный qonun qoidasi bu oldin o'sha OB, ya'ni bu breaker bo'lishidan oldin OB bo'lgan, to'g'rimi? Buy uchun order blok bo'lgan. Va o'sha order blokdan keyingi harakat likvidnessni yechishi shart. Inakda likvidness har doim ham ikkitalik bo'lmasligi ham mumkin. PDX bir dona maksimum bo'lishi mumkin yoki-da sessiyadagi likvidness bo'lishi mumkin. Telefonni ozgina o'chirib turdim, ming bor uzr. Va mana shu yerda narx qilgandan keyin shu OB ni umuman chust qilmasdan o'tib ketyapti pastga va shu holatda order blokka qaytyapti va order blok bizga sell uchun ishlab beryapti. Endi xuddi shunaqa holat agar narx likvidnessni yechmasdan qaytsa-chi, buni biza ishlatsak bo'ladimi deydigan bo'lsa, xo'sh, ishlatsak bo'ladi, lekin bu breaker blokchalik juda unaqa kuchli blok sifatida ishlab bera olmasligi mumkin. Lekin umuman ishlatib bo'lmaydi ham deya olmayman, chunki bizda mitigation block degan mavzuyimiz ham bor. Mana shu yerda tushuntirib o'tib ketaman. Likvidnessni agar olmasdan qaytgan, masalan, OB bor, OB buzilib ishlab berdimi, u breaker emas, u mitigation block deyiladi o'z ICT da. Va breaker block bilan mitigation blockning farqi, breaker blokdan keyin narx impulsivni, ya'ni impulsiv harakat yordamida likvidlikni, ya'ni likvidnessni yechib turib orqaga razvorot qiladi. Va shu OB ni buzib o'tib ketgandan keyin sellga ishlatamiz. Mitigation blokni ochuv gap men o'zim ishlatmayman. Endi ICT da bor bu narsa, uni ishlamaydi yo ishlaydi deyish menga emas. Men prosta o'sha ICT dagi ma'lumotlarni olib sizlarga yetkazyapman. ICT o'zi mitigation bloklardan foydalanadi, lekin men ko'proq breakerni kutgan bo'lardim. Nimaga? Chunki breakerda probability deydi, ya'ni o'sha ehtimollik yuqoriroq. Kim mitigation blokka qaraganda, o'shaning uchun breakerni kutamiz. Ya'ni tushundinglar, yana bir marta qaytaraman. Likvidnessni yechishi bu eng muhim joyi. Breakerdan ishlamoqchi bo'lsanglar. O'zi maslaga esingizda bo'lsa order blok mavzusida ham, buy side mavzularida ham aytib o'tganman. Men bu order blokdan buy olmaymiz deb aytganman. Nimaga? Chunki bu OB dan buy olish yaxshi ideya emas. Nega? Chunki u o'zi likvidnessni yechib bo'ldi. Ya'ni o'sha likvidnessni yechib bo'lgandan keyin biz yana o'tib kelganda yana buy olmaymiz. Buy program, ya'ni buy programmi o'zi tamomlanib bo'ldi. O'sha yana narx o'tib kelgandan keyin biz yana buy olmaymiz. Вот именно shu yerda breaker blok o'zi o'yinga qo'shiladi. O'sha payt o'zi breakerdan sell olsanglar bo'ladi. Endi bozor fraktal. Shu yerga ham to'xtalib o'tmoqchi edim, ozgina shoshib ketdi. Bozorimizni fraktal bu nima degani?
market is fractal deyishadi, ya'ni algoritm svechalarni ochilishi yopilishi harakati, ya'ni price action, narx harakati bozorda bir xil. Va bu nima degani? Bu model hamma time framelarda bir xil ishlaydi. Ya'ni 1 minutlikda ham shu model 5, 15, 1 soat, 4 soat, kunlik, даже haftalik time framelarda bir xil atributik qiladi. Ya'ni mana bu model bo'lishi uchun u 15 minutlik yo 1 soatlik time frame bo'lishi shart emas. Любой time frame'da shu kungacha o'tib kelgan mavzularni hammasi bir xil atributika qiladi. Faqat daily'da mana bu harakat 500 pips bo'lishi mumkin. Minutlik time frame'da, ya'ni 1 minutlik time frame'da 25 punkt bo'lishi mumkin. Ya'ni 25 pips bo'lishi mumkin. O'sha razница faqatgina shu pipslarida. Lekin соотношение bo'yicha, ya'ni risk daromadga bo'lgan nisbati bo'yicha qaraydigan bo'lsak, o'sha 1 ga 3, o'sha 1 ga 3, o'sha 1 ga 5, o'sha 1 ga 5. Faqat daily'da ko'proq vaqt ketadi. Даже oylar ketib qolishi ham mumkin. Narx buzib, buni qaytib kelib endi tushaman degungacha. 1 minutlikda, 5 minutlik, даже 15 minutlikda bu kun davomida bizda uchrashi mumkin. Bu selldagi varianti. Xo'sh, endi yana bitta qiziq momenti, ya'ni breaker blokni qanaqa faktorlar kuchli qiladi? Shu bo'yicha gaplashamiz sizlar bilan. E'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'lgan 4 ta faktor bor breaker blokda. Birinchisi, o'zi u birinchi boya tushuntirganimdek order blok ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni OB yasaladi va impulsivni narx pastga tushib turib, likvidnessni oladi. Sell side'da oladi, to'g'rimi? Sell side'da olayotgandan keyin agar narx bu order blokka mana shunaqa holatda bizni o'tib ketadigan bo'lsa va o'sha mana shu holatda bizni narx kelgandan keyin breakerga bayga ishlab olsak bo'ladi. Mikrofonni yana o'chirib turaman, ming bor uzr. Hali shamollashdan keyin uncha восстановление bo'lmagandi, o'shanga aybga buyurmaysizlar, o'rtoqlar. Ya'ni o'sha likvidness olingandan keyin yodlab oldinglar menimcha, qayta turganimdan keyin likvidness olinadi, OB ishlamaydi va narx qaytib keladi o'sha OB ga va biz kiramiz. Va imенно mana shu OB ni minimumida stop bo'ladi. Kirib urish nuqtamizni o'sha svechani ochilish va yopilish nuqtasida emas, maksimumidan kiraveramiz. Breaker blokda shunaqa ishlatamiz, ya'ni OB ga o'xshab kirmaymiz, maksimumidan kiraveramiz. Shunda beza passivroq bo'ladi. Zilkalarni o'tkazib yubormaysizlar o'shanda. Xo'sh, yana mana ikkinchi punktimizga, ya'ni faktorimizni e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'lgan. OB dan narx impuls bilan ketishi kerak va liquidityni yetishi shart. Ya'ni bu 5 marta qaytardim menimcha bu narsani, ya'ni impuls, likvidness va u buzilib qaytganda ishlaymiz. Tushundinglar? Breaker likvidnessni yetishi muhim juda ham. Xo'sh, endi breaker blokki atrofida, ya'ni breaker blok bilan bir urovenda FV ga bo'ladigan bo'lsa, fair value gap, ya'ni o'sha imbalansimiz bo'ladigan bo'lsa, yanada kuchliroq bo'ladi breaker. Imbalans bo'lmaydigan bo'lsa ham ishlasa bo'ladi. Bu nima degani? Mana bu oraliq bor. Albatta narx impuls bilan buzgandan keyin bu nuqtani, o'sha bu nuqtada katta ehtimol bilan fair value ga bo'ladi va order blok bilan bitta nuqtada bo'ladi. Va shu narsa sizga yana qo'shimcha asos bo'la oladi, чтобы narx breakerdan tepaga ketishiga. 4-chi faktorimiz, ya'ni o'sha eng muhim faktorlardan bittasi bu ham juda ham. Endi breaker blokdan kirishga kirdik. Chiqishchi o'ylashimiz kerak har doim. Ya'ni breaker blok bizga kirish vazifasida yordam berdi, lekin magnit nuqtamiz bormi? Algoritm bormoqchi bo'lgan nuqta bormi? Breakerdan kirdim, xo'p, bay oldim men bu yerda. Lekin algoritm tepaga yurishi uchun sabab bormi? Breaker o'zi va likvidnessni o'zini yechgani ham bir kattaroq sabab, breakerdan ham kattaroq. Lekin narxni o'ziga tortishichi, ya'ni algoritm aytib o'tganman, u ovchi. Va shunaqa likvidlik yig'ilib qolgan nuqtalarni ov qiladi. O'zingizga o'zingiz savol bering, siz bay oldingizmi? Ya'ni narx bay ketyaptimi? Borishiga o'zi sabab bormi, rezon bormi u yerda? Rezon bo'lmaydigan bo'lsa, u kamaytiradi bu setapni ishlash ehtimollik darajasini, ya'ni foizini ancha kamaytirib yuboradi.
хотя бы pdx bo'lishi kerak. O'tgan kunning high nuqtasi bo'lishi kerak. Или kichkinaroq хотя бы buy side bo'lsa ham London sessiyasining high bo'lishi kerak. Ya'ni o'ziga tortadigan nuqta bo'lishi shart. Bo'lmasa sal qiyin bo'ladi ishlash. Ya'ni breaker blokka 4 ta biza e'tibor berishimiz kerak bo'lgan faktorlari mana shulardan iborat. O'zi breaker blokimizda unaqa katta mavzu emas, ya'ni order blokka o'xshab. Chunki bu как бы model sifatida ishlatilyapti. Baribir bitta svechani, masalan, bozorda order blokimizda bozorda bir kunda 10 talab, 15 talab bor-da. O ko'p bozorda, masalan, minutni aytyapman, time frame'dan sakraganda o'shalarni ham hisobini olib aytyapman, lekin breaker blokimizda bozorda har kuni ham uchiravermaydi. Mitigation blok chiqadi, ko'p chiqadi, lekin uni farqini sizlarga tushuntirib o'tdim. Ya'ni shoshib qo'ymanglar, mitigation blokdan ishlab. Xullas, xo'sh, kelinglar bo'lmasa endi nazariysini ko'rgandan keyin ozgina amaliga ham o'tamiz, ya'ni bozorda mini praktika, ya'ni ko'rsataman bozorda qanaqa bo'lishini. Xo'sh, 15 minutli yo 30 minutli time frame adashmasam aniq eslolmadim, lekin bu kun biz ya'ni bu kun bizga previous day high, ya'ni pdx bo'lib ishlab beryotdi, ya'ni kechagi kunning maksimumi o'sha yangi kun uchun bu buy side liquidity nuqtasi edi va narx tepaga kompressiya ko'rinishida kelyotdi, ya'ni trend line liquidity mavzusi, 3-mavzu esingizda bo'lsa. Endi momentga e'tibor beringlar, ya'ni narx impuls bilan buy side yechyapti. Va именно shu nuqtada bizda nima bor edi? Order block bor. Narx OB ga kelyapti va OB dan deyarli yaxshi reaksiya olmayapti. Tamam, tazgina reaksiya bo'lgan deyishinglar mumkin. Inaqda reaksiya ham bo'lishi mumkin. U biz reaksiya bo'ladi degan narsa ham yo'q aslida, lekin baribir xuddi uni yo'qda bizib o'tib ketyapti uni. Ya'ni o'zi breaker so'zining ma'nosi ham ingliz tilidan buzilgan yo buzuvchi, to'g'rirog'i buzuvchi yoki inaqda buzilgan deb ishlatsa ham bo'ladi. Va imni OB'imizni buzilyapti. Va bu OB'dan biz srazu umid tuzishimiz kerak emas. Chunki nimaga? Imminni mana shu order blok bizga kelgan уже sell uchun ishlab beryapti. Bu o'zi buy uchun ishlash kerak. To'g'rimi? Nimaga? Chunki undan impulslar bor, trend tepaga ketyapti, qaytyapti va sizlar buy qilib tagiga stop bilan ishlasanglar bo'lardi. Lekin bu уже breakerga aylanyapti. Ko'rmayapti. Va boya 3-faktorlarda aytib o'tdim. Breaker bilan mana bu yerda nima bor? Fair value gap. Ya'ni FVG breaker bilan bir nuqtaga to'g'ri kelib qolyapti. Va narx ham FVG ni to'ldirib, ham breakerga test qilib, yana impulsini srazu kelgan, srazu ketgan. Shu bilan pastga tushib ketyapti. Va mana bu yerda yana imbalans ozgina to'ldirib, yana yo'nalishda davom etib ketyapti. Ya'ni ko'ryapsizlar, birinchi punktimizni biz yaxshi likvidlik yig'ilib qolgan nuqtani aniqlab olishimiz kerak va narx uni yechgandan keyin order blokni buzilishini poylab turasizlar baribir. Chunki nimaga? Biz bu order blokdan hech qanaqasiga foydalana olmaymiz. Agar bu order blok narxi tepaga ushab qolib, olib chiqib ketadigan bo'lsa ham hech qisi yo'q. Lekin trading planga amal qilgan holda bizning trading plan nima deydi? Narx buy side olib bo'ldimi, uni yana buy side-ga, ya'ni tepaga haydash kerak emas. Nima? Biz hujumchimiz. Ya'ni biz likvidlik yig'ilib qolgan nuqtalarni hujum qilamiz. Va agar razvorot tashlaydigan bo'lsak, har doim aytganman, uni ham o'ziga yarasha taktikalari bor. Va ulardan bittasi breaker. Breaker juda zo'r model. Почти что sharmanda qilmaydi, lekin kam uchraydi. Juda ham kam uchraydi. Buni 1 minutli, 5 minutli, 30 minutli time frame da ham uchratsanglar bo'ladi. Va shu nuqtada tushundinglar nima demoqchi bo'lganim? FVG breaker buy side impuls bilan olinyapti. Mana bu yerda kompressiya bor va narx test qilyapti breakerni, imbalans to'ldirib turib, yana yo'nalishda davom etib ketyapti. Juda chiroyli model. Haqiqatan juda chiroyli model. Lekin afsuski, kattaroq time frame da sal kamroq ko'ramiz bu modelni. Order blokka qaraganda, lekin вообще yo'q, ya'ni uchramaydigan, unaqa noyob narsa emas. Ko'zinglarni o'rgatib olsanglar, o'zi keyin bemalol aniqlaydigan bo'lib qolasizlar. Xo'sh, keyingi misolimizni ko'ramiz. Sizlar bilan bu yerda ham xuddi shunaqa misol, ya'ni buy side liquidity, previous day high, time frame sal kattaroq, ya'ni o'sha 15 minut 30 minut bo'la 1 minutli time frame da emas va narx o'sha impuls bilan yechyapti buy side-ni. Buy side yechgandan keyin o'zidan order blokni tashlab ketyapti. Ya'ni
order block ko'plar uchun, ya'ni o'sha smart money concepts bor, supply and demand ishlaydigan bolalar. Ya'ni boss, joke, fliplar bilan ishlashadi-yu. Ular uchun bu buy zona bo'lib qolaveradi. Chunki men uchun ham bu qachonlardir buy zona bo'lgan. Nimaga? Chunki bu buy side emas, bu boss bo'ladi. Ya'ni break of structure, ya'ni struktura yengilandi, endi u tepaga davom etib ketirish kerak degan logika bor-da, baribir. Shunaqa logika bor. Va lekin biz uchun bu buy side'lik o'tay nuqtasi. Endi mana shu yerda men o'zi bilasizlar, darsim davomida ham o'sha YouTube'da, ya'ni Instagram'da ham, Telegram'da ham iloji boricha savollarni ochiq qoldirmayman, ya'ni savollarga javob berib ketaman. Bir paytlar meni o'zimda bo'lgan shu savol va по-любому oranglarda bu savol bo'ladi, shunga sразу javob berib ketaman. Nima har doim ham olib qaytavermaydi-ku, to'ppa-to'g'ri har doim ham olib qaytavermaydi. Men ham bu yerda har doim olib qaytadi demoqchi emasman. Inakda haqiqatan bo'z bo'lib turib, mana bu OBga kelib narx ketaveradi. Lekin biz уже baydan foydalanmaymiz uni. Keyingi kunni kutib turib, keyingi kunni shu likvidность yig'ilib qolgan nuqtasiga hujumini kutamiz. Ya'ni albatta mana masalan dollar indeksi. Dollar indeksi nechta buy side'da yechdi? Dalish ketyapti tepaga. Nimaga? Chunki katta time frame'da o'zini borar joyi bor. O'sha joygacha u ketyapti. Har bitta buy side'dan qaytayotgani yo'q. O'zi buy side va sell side mavzulari bo'yicha ham hali undan qutuldik deb o'ylamanglar. Polni programmani tugatib olgandan keyin baribir chuqurroq nima desam ekan, qanaqadir sekretlari emas-u, baribir shunaqa imенно bitta mavzuni tanlab turib, unga yana baribir misollarni ko'proq ko'rib chiqamiz-da. Sizlar bilan baribir buy side, sell side'da nimani bilsam, hammasini o'tganman, hammasini ko'rsatganman, lekin bitta buy side o'zini ushab turib, har xil misollarda qachon ishlamaganlari, ya'ni o'sha birinchi darsda o'tmagan anaqalarim ko'p baribir. Ya'ni o'sha 40 minut ichiga buy side sig'ib ketishi ham o'zi qiyin bo'ladi. Основной joylarini aytganman. O'sha qolib ketgan joylari haqida baribir bo'ladi. O'sha paytda bu narsalar haqida ham to'liqroq gaplashamiz. Breakerga qaytadigan bo'lsak, OB impuls buzilyapti. Va imенно oblast qilib olinyapti. Bu safar nimaga ikkitasidan olyapman? Chunki aytib o'tib ketganman. OB bu anaqa, ya'ni bitta svecha emas. Tushdan oldin bitta svecha emas, ya'ni ikkita svecha. O'shani inobatga olish kerak. O'shaning uchun buni oblast qilib belgilayapman va narx уже qaytyapti-da. Ko'ryapsizlar? Breaker blokdan уже pastga qaytib ketyapti. Ya'ni sell side liquidity. Minimumlar bor, fix uchun zo'r nuqtalar. Telegramdan, Instagramdan rasta chashyapti. Muammo ham shunda. Ya'ni o'sha minimumlarda fix qilmaslikda, minimumlarda хотя бы o'sha 20%, 30% o'shalarni fix qilish kerak. Ya'ni tushundinglar, nimaga men oblast qilib olayotganim bu yerda. Ya'ni nimaga men buni olmayapman breaker qilib. Chunki order block olishimiz kerak. Order block darsda emasligini men tushuntirdim. OB bu chiqishdan oldingi bir dona svecha emas o'rtoqlar. Chiqishdan oldingi tushish. Ya'ni shu joylarda baylar joylashtirilgan va shundan keyin, ya'ni bu ikkita svecha bularga sponsorlik qilgan deb tushuntirsak ham bo'ladi. Jaydarroq, soddaroq tilda oladigan bo'lsak. Shuning uchun oblast qilib olinyapti va shundan keyin narx kelyapti. Uje xohlang mana bunaqa narsa. Bu nuqtadan sellga kirsa bo'ladi. Breaker tepasidagi maksimumga men mamitga olgan bo'lardim. Mana shu atrofga stop olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mamitga olsangiz ham bo'ladi, noto'g'ri bo'lib qolmaydi. Lekin o'zi mamitga qo'yib ishlasa bo'ladi stopni. Lekin bu 1 soatlik bo'ladigan bo'lsa, mamitdan sell olib, mamitga stop qo'yishni maslahat bermagan bo'lardim. Qanaqa traderlar uchun? Kichkina time frame'da kattaroq risk reward bo'lsin deydigan trader bo'ladigan bo'lsangiz, narx qiyshayotganda o'sha mamitdagi OB'lar, imbalanslarni, hurmatsizlik qilishlarini ko'rganingizdan keyin, bo'ldi, o'sha breakerdan narx katta ehtimol bilan sell side'ga qaytyapti degan xulosani olganingizdan keyin kichkina time frame'da 5 minutlik, 1 minutlikda masalan modellarimiz bor, buzgandan keyin o'sha Fibonacci'mizga, OT'mizga, ya'ni o'sha OB'ga qaytib keladigan bo'lsa, o'sha bemalol sellga qarasanglar bo'ladi. Madaj mashitda ham mana OB'larni hammasini respekt qilib pastga tushib ketyapti. OB'lar buzilmayapti o'zi. Va shu bilan joyi boradigan joyga yetyapti narx ham. Breaker block mana shu mavzu. Endi shu bitta eng oxiriga olib qo'yganman shokolad joyi bor sizlar uchun. Mana shu jinni joyi. Mana buni bitta ko'ramiz. Bu yoq endi san'at asari desa ham bo'ladi. Kelinglar bu yerda nimalar borligini men sizga bitta gapirib beraman. Ya'ni nima qanaqa mavzular sizlarni o'zi kutyapti.
Xo'sh, birinchi o'rinda breakerni birinchi ko'rib chiqaylik. Ya'ni o'sha narsa, o'sha tema. Ya'ni buy side liquidity. Impuls bilan narx tepaga buy side yechyapti. Bu 30 minutlik time frame tillada goldda va order block tashab ketadi. Order blockdan keyin impuls va narx buy side yechyapti. Ketma-ketligi nimalarga e'tibor berayotganim yaxshilab qaranglar. Liquidity yechgandan keyin narx impuls bilan buzib o'tib ketib qolyapti order block. Ya'ni mensimayapti o'sha bu OB ni. Va bizda juda ham chiroyli sell side liquidity nuqtasi bor. Nimaga u juda ham chiroyli? Chunki sell side da, ya'ni minimumda range bor, konsolidatsiya. Bu to'g'ridan to'g'ri smart money reversal mavzusini ichida va bu to'g'ridan to'g'ri smart money reversal market maker sell modelining ichida. Ya'ni market maker sell model, market maker buy modellari eng oxirgi va eng og'ir mavzularimizdan bittasi bo'ladi. Ungacha hali bor. Endi buzib o'tib ketyapti va narx imminni o'sha OB bor joyda, OB buzilgandan keyin o'zidan nima tashab ketyapti? Ya'ni imminni shu nuqtada. Fair value ga. Ya'ni FV ga tashab ketyapti. Imminni shu FV ni 50 ga test qilib narx oqib ketyapti pastga. Ko'ryapsizlar? Chunki 50 ga bu yerda yo'q, lekin 50 ni test qilganini qayerdan bilaman? 0.62 Fibonacci уровенini test qilgandan keyin 50 ga albatta sil pastroqda bo'ladi. O'sha logik o'ylab qaraydigan bo'lsak. Da? O'sha test qilib pastga tushib ketyapti baland. Men hozir qarang, Fibo bilan FV ni 50% adashtirib yubordim. FV ni 50 ga. Mana shu yerda как раз bo'ladi. A Fibo ni men qayerdan tortganman? 1 mana. 0 ni Mamatgacha ham tortganman. Mana 1, mana 0. Va uni 0.62, ya'ni OTE mavzuyimiz bor. Uni ham kelib qoldi. O'shanga to'g'ri kelyapti. Va breaker bor. Imbalans bor. Buy side yechilgani. Trend line liquidity, sell side bor. Ishoninglar, hali shuncha dars o'tgan bo'lsam, shuncha misollar ko'rsatgan bo'lsam, bunaqa chiroyli misol hali ko'rsatilmagandi. Endi bu chista o'zimga yoqqani, ya'ni hamma o'tayotgan narsamiz shu yerda bor edi. Buy side olinyapti, smart money reversal, original consolidation, ya'ni market maker sell modeli. Market maker sell modeli nimasi zo'r? Qanaqa ishlashini emas, o'zi nimasi zo'rligini sразу aytib o'tib ketaman, чтобы baribir qiziqroq bo'lishi uchun. Market maker sell modelini aniqlaganingizdan keyin o'sha siz bilasiz, o'sha narx mana bunaqa nuqtalar, mana bu yerdagi OB, mana bu yerdagi qanaqadir support nuqtalaridan qaytmaydi o'sha. O'sha mana bu yerga aniq kelishini bilasiz. Ya'ni bu kuchaytiradi. Ya'ni o'sha ehtimolligini kuchaytiradi. Algoritm uchun juda qiziq nuqtada. Bu buy side qiziqroq nuqta bo'lsa, bu juda qiziq nuqta hisoblanadi. Ya'ni yana o'sha mavzudan chetlashmaymiz, breaker blokka qaytamiz. Mana yana bir marta ko'rsataman. OB, impuls va u breakerga aylanyapti. Nega? Chunki buzilyapti. Hop, o olmasachi liquidity. Olmasdan qaytsa ham bu breakermi? Yo'q, bu breaker emas. Bu mitigation block bo'lib qoladi. Lekin men bundan ishlamayman. O'zim ishlayman. Bozorda hozir erinmaylar, dars ko'rgandan keyin sразу o'tiringlar, 1 soat vaqtingizni ajratinglar-da, ko'ringlar bu narsani. Ya'ni nima bo'lyapti? Qanaqa bu mitigation block, order block, breaker block. Mayli mitigation blockga qaramaylar. Imminni shu order block bilan breaker block mavzusini ko'rib chiqinglar. Tushunasizlar. Va imminni ustiga kelyapti. Ya'ni bitta gap, eng qiziq joyi PPI yengidagi chiqadigan kun edi. Esimda bor bu kun. 3-iyul kuni bo'lganmidi? Yo'q, men 6-iyul kuni bo'lgan ekan. PPI'imiz ham albatta texnik tomonlama o'sha biz ko'rib tushunib turibmiz nima bo'layotganini. O'sha bunaqa paytlarda tag'in oranglarda hozir full marj oladigan joy ekan. Full marj oladigan joyi yo'q ICT'da. Sразу aytaman. Boshqa strategiyalarda bo'lishi mumkin. Full margin degan strategiya, lekin ICT'da yo'q u narsa. Har doim disiplina birinchi o'rinda bo'lgan. Bu yerda ham mana juda chiroyli model. Shuni ko'rsatmoqchi edim. O'zi boya dars tayyorlayotganimda ham haqiqatan juda ham chiroyli tema bo'pti. Ya'ni juda chiroyli misol bo'pti deb xursand bo'layotgandim. Xudo xolisa undan keyingilari ham bundan ham chiroyli bo'ladi. Xudo xolisa mana endi o'zimizning kanal ochib oldik. Dars oxirida yana bitta ikkita narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Qaranglar. CoBrain da endi bundan buyog'iga YouTube'da
YouTube'ni ko'tarishimiz kerak bolalar va u ko'proq sizlarni qo'lida deb o'ylayman. Nimaga? Chunki ko'proq patok kirib keladi. Qachonki ko'proq obuna bo'lsanglar, kommentariy, layklarni ayamasanglar, ko'proq patok kirib keladi. Ko'proq patok kirib kelgandan keyin bizga ham yanada интересно, качествоni ko'tararmiz, kontentni ko'paytirarmiz. Bu bizga ham как бы motivatsiya. O'zingizlar bilasizlar, YouTube'dan nima desam ekan, moliyaviy manfaat YouTube'dan почти что o'tsa ham bo'ladi. O'shaning uchun хотя бы qanaqadir manfaat bo'lsin va u kommentariy ko'rinishida layklar, prosmotrlar, videolar to'pdan tushmasin. Shu narsani biz xohlayapmiz va shunga yarasha harakat qilyapmiz, qo'ldan kelgungacha, qodir qilgungacha. Bu yog'iga endi podдержка qilib yuborsanglar, xudo xolasa shu kanalni ham eski kanalga o'xshab undan 10 barobar ko'proq qiladigan bo'lsa, materiallar to'xtamaydi. Zo'r bo'ladi bundan buyog'iga. Hammaga e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan shu darsni ko'raman deb kirganlarga va texnik analizda hali ham ishlab yurgan o'rtog'inglarga videoni linkini olib tashab qo'ysanglar ham ancha manfaatli bo'ladi bu rolik. Juda ko'p yangi narsalar o'zlari uchun topadilar baribir. Sizlar bilan Shehroz va Co-Brain e'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga omad o'rtoqlar.